Assalomu alaykum. Hurmatli azizlar, charchamasdan, sog'misizlar, tinchmisizlar. Agar kuningdan bir kun qolsa ham bir xillar osh yegin deydi, yo'q, osh emas. Mayli, osh ham yeyish kerak, lekin mana shu shug'ullanish, mana shu piyoda yurish, 10 ming qadam yurish bu koni foyda. Koni. Bir xillar Turg'un aka maqtanyapti, hozir o'zini yurganini ko'rsatyapti. Yo'q, bu bilan men maqtanmoqchi emasman. Hurmatli ulfatlar, do'stlar, qadrdonlar, hamkasblar, maqtanmoqchi emasman. Yo'q, undan xolisman. Men agar mana shu qilayotgan ishim bilan ozgina bo'lsa ham sizlarga motivatsiya berib, shu kimdir yana bir qadam shug'ullanishga chiqsa yoki shug'ullansa, men o'zim baxtiyor his qilaman. Chunki mana Anhor lokomotiv, katta bog', uzun bog', mana shu suvni bo'yida mazza qilib butun san'at ahli yig'iladi. Qadrdonlar, do'stlar, sportsmenlar hammamiz yig'ilib, birgalikda 10 ming qadam yurib, ana undan keyin mamlakat shug'ullanamiz. Dam olasiz. Mazza qilib, do'stlar, bitta qilib dam olasiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kuzatishda davom etinglar.